Bir jup kombayni so'ra atqanlar hamda joying to'xtab qolinglar. Birisi bo'lib qolib qolsa, xelonjang mangda. Ma birisi bo'lib qolsa bizning uchtirpang mangda. Ham uchtirpanga bergan bayimizmi sal azan hamda. Yo'l qo'ydimmi, qo'ymadimmi? Ha, yo'l qo'ydingiz. Azan berdingiz. Ha, yana qolgan yerni sizlab turamiz. Ko'rgan ahvolingiz qanday ekan? Boy yaxshi ekan. Hammasi zavod oladi ekan. Do'yini ko'rganmidingiz? Ha, do'yini ko'rgan. Biz bani badaymiz, yo'qni yo'q deymiz hamda yo'l qo'ydigan yani yo'l qo'ymiz. Ham nurg'oyalik setib boramiz tumilarni. Ham bizning ağalı bir foydalanib qolib qolsa, yana qo'llab qo'yamiz degan umid bor. Bo'lmasa setib chiqarib o'tish bizning qildigan kasbimiz shu. Bugun sotmasak, erta sotamiz. Lekin hamda yana yo'l qo'ydiganlar bor. Sizning qo'llab qo'yganingiz ko'pdan-ko'p rahmat. Uchturpan tavasida mushunaqa qo'noq ko'tayim bor mana, bug'doy ko'tayim bor. Qo'noq o'g'izlarni uslab qolib qolsa, qo'noq pishgan yana 2 oy vaqt qoldi ham. 2 oydan keyin qo'noq o'g'izlarni qolib qolsa mana, o'sha kamdan istanbul bo'ldi. Telefon nomeringizni o'chqil deyapman aka. 199 77 49 35. Mana mush ish yo'q qolib qolsa, o'sha kamdan alaqasam bo'ldi hamda. Kombayn jiq, lekin hamda ma'noday pokiz urg'onlarim bo'lishi mumkin ham o'zining ishiga bir kapolatlik qilib, yaxshi urapirman degan o'sha dehqon og'inlarimizni, akalarimizni qo'llab qo'ygan bo'lsak, rahmat sizlarga.